Yo'lda harakatlanish madaniyati kishida bolalikdan shakllanadi. Sariosiyo tumanidagi Xonjiza bolalar oromgohida qoidalarni o'rganamiz shiori ostida tadbir tashkil etildi. Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, bolalarni yo'llarda xavfsiz harakatlanish madaniyatiga o'rgatish, ularda harakat ishtirokchisi sifatida mas'uliyatni, munosabatni shakllantirish juda muhim. Ayniqsa ularni bu borada erta yoshdan xabardor qilish, amaliyot va nazariya asosida tayyorlash kelajakda yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 212-sonli qaroriga muvofiq maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalariga oid bilimlarni singdirish, turli tadbirlar tashkil etish belgilangan. Ana shunday tadbirlardan biri kuni kecha viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan Sariosiyo tumanidagi Xonjiza bolalar sog'lomlashtirish oromgohida tashkil etildi. Qoidalarni o'rganamiz mavzusida o'tkazilgan mazkur profilaktik tadbirda bolalar o'rtasida yo'l harakati qoidalariga oid bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Tadbirda Denov tumanidagi 15-maktabning yo'l harakati qoidalari, yosh targ'ibotchilar klubi a'zolari ishtirok etib, yo'l belgilari, harakatdagi xavfsizlik, saf tuzilishi kabi mavzularda qiziqarli chiqishlar namoyish etishdi. Bu chiqishlar oromgohda dam olayotgan bolalar tomonidan katta qiziqish va mamnuniyat bilan kuzatildi. Yo'l patrul xizmati xodimlari bolalarga velosipedda harakatlanish, piyoda yo'laklaridan foydalanish, jamoat transportida o'zini tutish kabi muhim qoidalar haqida amaliy va nazariy ma'lumotlar berdilar. Tadbir davomida bolalarning faolligi yuqori bo'lib, ular tomonidan berilgan savollarga javoblar berish, turli mashqlarda ishtirok etish orqali bilimlarini yanada mustahkamlashdi. Yo'l harakati qoidalariga oid savol-javoblar, topshiriq va o'yinlar tadbirga alohida joziba bag'ishladi. Faol ishtirok etgan bolalar tadbir tashkilotchilari tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Shubhasiz, yozgi ta'tilni oromgohda o'tkazayotgan bolalar bu kabi tadbirlar orqali yo'l harakati qoidalari bo'yicha muhim bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmoqda. Bu esa kelajakda ularning xavfsizligi uchun xizmat qilishi shubhasiz.